Selamünaleyküm. Transport Nazareti İnspeksiyasinden inspektör Kabukman. Yo'lash tashish bo'yicha reyd jarayonidamiz aka. Gel hurmatli yo'lovchi. Hujjatlar bilan tanishtiring. Tak, Kazakov O'tkirbek Alimbayoğlu, siz mi? O'zingiz ekan, anglashing. Yo'lovchilar kim bo'ladi aka? Qandasarizmi? Numar sifatlashni ko'raman. Haqiqatda qandasangiz bo'lsa, ketaverasiz, yo'lda davom etasiz. Men shubhalanib turibman, sizni taksida bo'lib turibman aka. Shundan asosan to'xtatib turibman. Tushunarlimi? E'tiroz shikoyatingiz bo'lsa, yuqorida ishlar shikoyatlarni murojaat qilib turasiz. 294-moddani tanishtirib o'taman Aldan aka. Shunda suhbatimni qarab qo'ying, shunda deb turing. Hozir kelaman. Assalomu alaykum. Transport nazorati inspeksiyasidan inspektor qabul qilman. Yo'lash tashish bo'yicha reydamiz. Haydovchilar nisbati e'tirozlaringiz yo'qmi? Mamlakat sayindami? Mamlakat sayindan. Neden bindingiz aka transport stasiyasına? Yolda. Hang? Yolda. Yoldan bindingiz. Yol pulu bo'yicha e'tirozingiz bormi? Yo'q. Qarindoshlarim. Qandaysizmi? Yo'l neden bindingiz? Qaysi Xanqa tumanidan bindingizmi? Ya Urganchdan neden bindingizmi bu? Neden? Ahmedoboddanmi? Niye batasiz? Shaharmi? Urganchmi? Necha so'm berasiz menga boribga? Hang? Ukam o'zimda. Ukam? Ukangizmi? Adlari kim? Hang? Tushunmam. O'tkir. O'tkirbek doğru. Siz neden bindingiz aka? Ankara'dan. Hang? Ankara'dan mı? Siz ne kardeşsizmi? Ben doktora bayatım. Ayol ikiniz bo'ladi? Komşumun qarindoshi oladi, telefonlashib, partiyalingda. Qo'shingiz qarindoshi? Familiyasini so'ragan bilaman. Familiyasi kim u? Familiyasini. Familiyasini bilmaysan?